Assalamu alaykum qadirlik anglag'uchilar. Anglayotganinglar mahallamni yoritgan oy bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sahifasi. Mikrofon oldida Rida Ablimit. Afrikadagi bir qabilni tushunish uchun borgan antropolog olim qabildagi bolalarga shundoq bir o'yinni taklif qildi. Daraxt tubiga meva bilan to'lgan bir sevatni qo'ydi va kim daraxt tubiga birinchi bo'lib yetib kelsa, bu shirin mevalar uning bo'ladi dedi. U yugurashga signal bergandan keyin balalar bir-birining qo'llarini ching tutib, birlikda yugurashgancha pallaga yetib keldi va mevalarni mazza qilib yeyishdi. Mag'lub bo'lgan antropolog balalarning mevani faqat bir kishining qazinishi mumkin bo'ldigan turib, nemishqa bunda qilganligini so'radi. Balalar "Abinato" deb javob berdi. Bu sözün mənası ularning tilida "men barman, biz barmiz" degan ma'noni bildiradi. Balalarning oqqarni uncha yaxshi bilmagan holatda mehr muhabbatning nimaligini bir kishi xo'shal bo'lib qolganlar baxtsiz bo'lsa, baxtiyorlikning ta'mini tetiy olmasligini yaxshi bilgan ekan. To'g'ri do'stlar. Bu dünyada Allah insoniyat uchun ato qilgan boylik, ne'mat noyat ko'p. Faqat mehr muhabbat bo'lsa. Programmamizni yoqtirgan bo'lsangiz, programmamizga